PUBG Mobile ofitsial turnirlar uchun 365 kun turnirovka 26-kun. Bugun sizlar bilan birgalikda ana shu hozirgi vaqtdagi topoviy komanda, ya'ni 710 komandasining fraggeri Terminator o'ynab turnirovka qiladigan WoW kartalarini ko'rib chiqamiz. Birinchi kartaga kirganimizda doimgidek yana shoplar. Bu yerda o'zimizga kerakli narsalarni olib oldik va mana bu yerda zajima otishni boshlab yubordik. Shunday qilib bu yerda bir 10 minutga yaqin 406 va AUG'da zajima otib ko'rdim. Undan keyin esa mana bu yerda qimirlayib turgan personajlarni otdim. Sababi bu bizga odamni mashinadan tushirib qo'yishga yordam beradi. Birozdan so'ng esa mening ko'zim mana shoplarning ortida mana taymerga tushib qoldi. Taymerning oldida ko'rgan bo'lsangiz to'p bor ekan, to'pni otgan edim, mana bunday narsalar chiqdi. Bu narsa bilan shug'ullanish orqali biz o'zimizning pritselimizni aniqligini oshirishimiz mumkin. Masalan, mana ko'rib turibsizlar. Agarda video foydali bo'lgan bo'lsa, videoni do'stlaringizga ulashni ham unutmang. Sababi ular mana shunday kontentlarni qidirib yurgan bo'lishi mumkin.